Alisher aka tiyagani burchak hosil qilib kesish jarayonimi bu? Ha. Hozirgi paytda 1 minut endi to'xtatib turasiz. Aynan shu tiyagalarimizdan tashqari bu uyga polni termopanel qilinyapti. Ha, Termopanel. Bu tomonlari bo'ladimi, bo'lmaydimi? yo'q, zaborlar bo'lmaydi. Zabor bo'lmaydi, chunki utepleniya shart bas. Endi qarang aka, bu termopanelda narxi 1 kvadrati, ya'ni sotilishi 100 ming, to'g'rimi? Aha, 100 ming. Usta haqqi traversinlar bilan qanchaga tushadi? Hop, usta haqqisi, ustanovkasi 40 ming so'm. Yoniga bitta bor ko'rsataylik. Do'stlar, termopanel aynan shu bo'ladi. Ustanovkasi 40 ming so'm. Pilnikilarga uziladi, choklarga pena beriladi. Pilnikilar 60 sekund. Usta haqqisi 40 ming so'm, raskoti 10 ming so'm. 1 kvadratiga. 50 ming so'm bo'lsa, 150 ming so'mga devorga chiqadi. Ya'ni shu holatda bitgan, ya'ni travertinga tayyor qilib berasiz. 150 ming so'm. Endi travertinni yo'li har xil, bu yerga Milano qilinadi. Milanoni mahsulot ichida 13 dollardan. Mahsulot ichida 13 dollar. 13 dollar. Xo'p, haligi paqiri 85 ming, 90 minglik o'zimiz travertina hap yerda sachib, niyat qilib berasan deydigan bo'lsa, endi hamma har xil imkoniyatda-da. Umumiy nech pulga tushadi? Travertina, laki, termopaneli, kafelkili, penasi, usta haqqisi bo'lib. 210 ming, 220 mingga tushyapti. Ash holatda. Endi travertina nima qildiradigan bo'lsa, u qaytadan perrashot qilinaveradi. Hozir endi kamdan kam odam prostoy narsa qildiryapti. O'sha zamonaviy bo'lib. Shahli travertin, Eron travertin, Milanoga o'tib ketdi. O'tib ketdi. Ha. Uni prostoy qilinadigan bo'lsa, 210 ming so'm, 220 ming so'mga tushadi. Ag'i keyin ketaveradi. Ketaveradi. Do'stlar, bu termopanellarimizni asosiy mana shuvoq qilingan, ko'ryapsizlar. Utepleniya, issiq sovuqdan saqlash uchun bu bir. Bilsangiz, shuvoqda sho'r bormi, zax bormi? Travertin qilib qo'ysangiz, tulavorishi, yorilish ehtimoli bor. To'g'rimi? Bunda уже AMK qoplamada hech qanaqa sho'r, zax hech narsa tortmaydi. Treshina ham, treshinalarni ham oldini oladi, do'stlar. Do'stlar, kimga shunaqangi termopanellar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar.